Assalomu alaykum do'stlar. O'g'il bolani otasidan keyin faxrlanadigan odam biri tog'asi bo'lsa, ikkinchisi ustozi bo'ladi. Menda mix. Tog'am, assalomu alaykum. Maylimi shu mikrofon taqibsidan ozgina narsa so'rasam, tog'a? Tog'am Nizom akam O'zbekistonda bizni shu sohaga kirishimizga sababchi bo'lgan. Tog'am ko'p şey o'rgatgan, ham hayotda o'rgatgan. O'zbekistonda Powerjet borch kompaniyalarining xo'jayini. Ozgina biz yoshlarga yana maslahatingiz kerak, hali shogirdmi sizni qo'lingizda? Har xil odamlar gapiradi, chiqib ketganmisiz borchdan boshla deydi. Yo'q, men tog'am. Tog'am ustozim nima desa, ustozim aytgani bari birinchi o'tiribdi bo'ladi. Qattiq ishlash kerak albatta. Bundan klientlarni hurmat qilish kerak. Ularni ko'nglini ovlash kerak. To'xtamasdan yangilanib borish kerak. Shu tavsiyamiz. Xudo xolasa. Duo qilasiz biz yoshlarni, shogirdlarni, biz orqalarimizdan kelayotganlar bor, biz oldimizdagilar bor, hammasini duo qilasiz. Xudo xolasa. Duolarimiz har doim. Xizmatingizdamiz. Ilohim, aytganingiz kelsin. Shunaqa ustozlarni doim hurmat qilish kerak. Ustozni hurmat qilib duosini olgan odam doim ishi oldiga yuraveradi.